maxsus bu hassalar mana ko'rinishidan siz tashqi ko'rinishidan bir xil deb o'ylayapsiz. Chunki ipi ham bir xil, ushlagichi ham bir xil mana qisqaradi, lekin buni juda ham katta boshqa vazifalari bor. O'zi xalqaro talablarga ko'ra hassa mana shunaqa tartibda bo'lishi kerak. Mana ko'ryapsiz, hassani pastki qismida qizil bo'lagi bor, mana qizil bo'lim turibdi. Bu nima uchun bu? Bu haydovchilar uchun ogohlantiruvchi. Mana ko'zi ojiz kelyapti deb kechki payt harakatlansa ham, kechasi ham yo'l harakati xavfsizlik dan xodimlarining tayoqchalariga o'xshab bu yonadi. Bu hassani juda ham qulaylik tarafi uchida mana maxsus rolik, aylana rolikchalari bor. Bu hassamiz yo'ldagi barcha narsani bizga tekshirib beradi, mana sirpantiriladi. Tushunyapsiz-a? Mana yerdagi hech qanday chuqur, ko'lmak yoki birorta bir toshcha umuman hech qaysini e'tibordan chetda qoldirmaydi bu va ko'zi ojizga tez harakatlanish imkoniyatini beradi. Ana shunisi bilan bu hassa juda ham ahamiyatli sanaladi.